Assalomu alaykum darvoza olamining aziz kuzatuvchilari. Sizlarga xudo xolasa trendda bo'lib turgan nержавейкali fasonimiz high-tech fasonimizni xudo xolasa sizlarga katta chegirma bilan e'lon qilamiz. Xudo xolasa chegirmani ega bo'lish uchun kanalga podpiska bo'ling va kommentariyada o'z fikringizni darvoza haqida qoldiring. Xudo xolasa chegirmani zo'rlari sizlar uchun. Xudo xolasa darvozamizning razmerlari hop, zakatga yasalgan Farg'ona viloyati Qo'qon shahriga yasalgan 4.15 ga 3.65 balandlikda yasalgan darvozamiz. Xudo xolasa darvozamiz ideal holatda chiqqan. Bunga ishlatilgan materiallar xudo xolasa 8 ga 6, 6 ga 4, nishlari 1.2, taglari kak bo'lgan shivillar holatda ishlatilgan. Kraskalar ham o'ta ideal holatda chiqqan, matviy holatdagi glansli nержавейка va matviy kraska. Darvozamiz o'ta zo'r chiqqan. Yaqinroqdan olib kelib ko'rsating, bir yaqindan ham uyalmaymiz darvozamizdan xudo xolasa. Darvozamiz cho'tki ideal holatda chiqqan. Yaqinroq olib kelib shagrillarni ham bir ko'rsatib oling, kraskani o'ta ideal holatda chiqqan. Kimga shunaqangi variantdagi darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi darvoza olami aloqaga chiqishlari mumkin 0151 raqamlariga. Xudo xolasa ertaga Qo'qonga borib o'rnaydi bu darvoza. Kimga shunaqa fasondagi darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, shu darvozamiz 700 ming so'm, 750 ming so'm olinayotgan 1 kvadrati. 7-apreldan 7-maygacha ropparasi 30 kun davomida mana shu darvozamizga katta chegirma 650 ming so'mdan tayyorlab beramiz. 650 ming so'mdan eslab qoling. 700 ming olinayotgan fason. Bu 650 mingdan qilyapsiz, endi bu materiallarni parashlab qo'yasizmi? Yo'q. Xuddi shunaqa materialda bo'ladigan bo'lsa 650 ming so'mdan 500 mingdan qilib berishayotgan, 550 ming, 600 ming qilib berishayotgan. Biz ham qilib beraveramiz, lekin sifatiga garantiya bermaymiz, materialga garantiya bermaymiz. 650 ming so'mdan 700 ming so'mlik bilan 500-550 ming materialni ancha katta farq qiladi. Bunda stenkalari qalinroq bo'lgan bu darvozada, polni. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa ishimiz, kanalga podpiska bo'lib qo'ying. Bundan zo'r ishlarni xudo xolasa ko'rsatib boramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.